Hammaga salom obunachilar. Sizlar bilan Shoqa Games. Skinimni hozir to'g'rilayman men. Xo'sh. Mana bu endi bo'ladi. Xo'sh. Bu kim desangiz? Bu mening do'stim. U bilan biz skinimga qarang, dragonning skini. Dragonlar dragon. Ya'ni how to train my dragon modi. Uni master moddan tortasiz. Biz mana shu do'stim bilan u modni obzor qilamiz. Unda let's go. Birinchi sirda kirishib olib. Birinchi devor aslahalari. Sen nima qilyapsan? Sen hali nima qilyapsan? Sen ajdarho emassan. Bu yerda stone creeper, tosh creeper, red glow, iron block. Obzor qilib chiqamiz. Birinchisi bu qanaqadir blok. Ikkinchisi bu ancha zo'r blok. Uchinchisi omachi, buni ko'rinishini qaranglar. Odamlar kulib yoradi-yu. Bu yerdagi narsalarimiz tugadi. Endi qurol aslahalar. U aslahalarni zo'rligini haqiqiy ajdarho o'chisi bo'lamiz bugun. Qo'shmoqda qilichlar, spiroman qo'shilmaydi, boltoman qo'shilmaydi. Kim ajdar o'rgatuvchilar multfilmini ko'rgan? Men xuddi o'shanday bo'lmoqchiman. Mana buni qaranglar. Qanchalik zo'r. Hozirdan shunchalik zo'r. Qanchadan qoraman. Nima qilyapti bu? Endi mana shu bilan jang qilamiz. Qanday chiqqan mening skinim? Tungi Furiyani mening maqsadim Tungi Furiyani o'ldirish. Shuning uchun seni ham o'ldiraman. Ichidan esa HP. Keyingi kiyimiz. Night Fury ancha yaxshi Night Fury kerak. Night Fury. Olovga chidamlilik cheksiz vaqtga. Xo'sh. Mana skinni o'zgartirib olaylik. Xo'sh, skinimizni ham qilib oldik. Ana dragon kostyum qanday ko'rinar ekan. Bu juda ham zo'r. Bu endi bizning keyingi skinimiz. Buni tajdarhoga o'xshagan Deadly Nether. Bu ham olovga qarshilik effektini berar ekan faqat. Keyingi kostyumimiz bizda Gronkle. U hozir o'zi obzor qilyapti. Orqa tomoni bunday, yon tomoni bunday. Ham bo'lar ekan. Bu ham faqat olovga qarshilik. Keyingisi esa bizda Monster Nightmare Helmet. Orqa tomondan ko'rinishi juda ham zo'r, old tomondan option zo'r. Hamma effektlar bergandek. Bu ham olovga qarshilik. Keyingisiga o'tamiz. Keyingisi bizda Hydrus Zero. Hammasi olovga qarshilik berar ekanda. Buni ko'rinishi ancha zo'r. Orqa tomondan ham zo'r.
Keyingisi bizda esa Furnetelslar. Oqini nima qilsa bo'ladi? Yerga qo'ysa ham bo'lmaydi. Bu bilan buni ursa bo'ladi. Hozir Black Knight Fury. Bunga beraman. U Knight Fury'ni boqilgan ekan. O'tirtinglar boshqalarni sinab ko'raylik. Red Knight Fury. Hozir mana unda sinab ko'ramiz. Bunda ham hujum qilmadi. Endi biz qo'yamiz. Nima qolganlarni ham sinab ko'raveramiz. Mana bulardan ham bir ish chiqmadi-ya. Bo'ldi, keyingisi surnaylar. Dragon Blade, Dragon Ninteg, Dragon Sigley, Qopcha. Mana bu. Mana sen buni mana buni qo'ysin ekan. Konsertda qilamiz. Ana unga yordam berdim deb uchib ketyapti. Meni oldimga qayt. Qani do'stlar. Kim meni oldimga? Dragon Blade. Nima? Bu bilan shohruxni o'ldiramiz albatta. O'chirib qo'ysa ham bo'lar. Bu lazerli ekan. Lazerli bo'lishi. Bu yonish faqat ajdarlarga ta'sir qiladi. Ey, yo'q kel. Seni o'ldiraman. Yo'q ajdar. Bundan hech nima tushmadi. Dragon yo'q. Ajdarlar paydo qildimi? Agar siz qaysidir ajdarlarni o'rgatib olgan bo'lsangiz, uni qilasiz. Bu ajdarlarni ustiga qo'yadi. Bu qopcha keyin ko'rsataman. Command. Shot fire command. Oy. Ajdarini yo'qladi. Ana. Men ajdarini chaqirib olsam o'zing bilan. O'zingda bor ekan. Hozir buni sizlarga ko'rsataman. Ma'lum lekin animatsiyasi zo'r edi. Undan ham zo'r bo'ladi. Dragonning ismini qo'y axir. Keyingi narsa esa bu qolgan esa bu narsalar. Boyagi ovoz uchun uzr. U oshdir kitobi. Night Fury. Bunisi bo'q narsa ekan. Keyingisi Dragon ko'zini. Keyingisi Dragon ko'zi ekan. Dragon ko'zi ikkinchisi. Nima bor ekan bunga? Kerak qilsa birinchisi oxirgisi. Roy tosh. Lekin buni nima qilishga tushunmadim. Endi bu buyumlar atrofga Drake va qo'shilgan narsalar hozir
ozguncha vaqt qolib o'tiraman. Bo'ladiki, bu o'shanaqangilar orqali ajdarho kimlarni issangiz bo'ladi, lekin bu nimaligini bilmadim. Endi bu narsalarga o'tdik. Birinchi tuxumlarni oxirida ishlatamiz. Xo'sh. Bular orqali ishlatadi ekan, yasaydi ekan. Bu ikkisi rudalar. Aytgancha rudalarga ham qo'shilibdi. Rudalarga qo'shilmabdi. Tuxumlarni o'zim aytib ketaman. Tuxumlarni qo'yasiz. Tuxumlarni qo'yganingizdan keyin mana bu ajdarlar o'zi yorib chiqadi. Xo'sh, 1 2 3 4 5 6 7 8 aynan night furiya. Oh my god, buni dabdalaligini qaranglar. Kichkinagina ajdarhochi. Bu ovozini eshitdingizmi? Night qora furiya. Afsus bularni voy tot semiz ko'payib ketding. esi bani bu bus ekan-ku. Busni ham yutamiz. Hey, busni yo'q qilib, o'zing effekt top. Bu fladon. Hamma ajdarholarni yo'q qil. Bu bus ekan. Jon uncha ko'p emas ekan. Voy, 2 boshli dragon. Buning bolasi. Bu oddiysi. Keyinchilari. Nima bo'ldi? Shundan chiqib ketib qolibdi. Aynan spaysida. Night light edi. Sentis. Tungi furiya va kungi furiyaning bolachalari ekan. Men qo'rqinchliligini. Bu bilan jang qilamiz oxirida. Va bu kichkina ajdarhochalar. Katta sizlar ko'rsatuvdimi o'sha ajdarhoning o'zi. Buni kattasi va kichkinasi bu Snow. Bu esa olovligi. Ikkalasi o'xshadimi muz bilan olov? Yo'q, bular o'ynayapti. Deb qo'ysak bu bitta qizcha. Sentinel ajdarhosi ekan. Sentinel demek. Oxirgi ajdarho urug'lari. Ular timesepday qilamiz. Kichkina ajdarhochi ham kattasi ham bor ekan.
Roblox har xili bor ekan. Chainberg. Tushunmadim. Shular uchun telefonimni qottirib ishlayapti. Yo bo'lmadi o'sha ajdarho. Bilmadim. Pella Nightmare. Oh my jibini ko'rinishini. Voy. Qotgani. Sizlarning obunangiz men telefonimni qotganiga arziydi. Oh my. Buning yuzini. Bu menga yoqdi. Buni boshqacha rangli. Oh my. Bu ajdarholar zo'r ekan. Bu rangi boshqachasi. O'rtog'im menga xuddi shunaqangi ajdarholar bor deb aytdi. Bu modni qilishganimdan afsuslanmayman. Aniq 3 xil turini ko'rdim men hali. Bularning bolachasi ham bor ekan. Bolachasi yo'qmi? Bolachasiga undan ichib beradi. Agar sizga bolachasi yo'qsa, obuna bo'ling. Bolachasining shirinligini. Men yotishimga to'g'ri joy topolmayapman. Shuning uchun sizga ovozlashdim. Hunter Dragon ajdar ovchisi. Ajdarga hujum qil. Hujum qilish. Juda zo'r ekan. Endi oxirgi ovoz qolgan ajdarlar. Dragon Hunter. That's son. Telefon. Bularni esa yo'q qilamiz. Oxirgi 3 talik ajdar. Telefonim qotmasligi uchun uzoqroqqa ketganim ma'qul. Bitga bekor keldi. Birinchi o'lim ovozi buni orqasidagini. Men uni zo'rroq bo'ladi deb o'yladim. Qizil o'lim ajdari. Buning menimcha bu juda qizil o'lim man ko'rmayotgan joyga ketamiz mana. Bu axir kunga Furiya-ku. Qizil o'limni yaqinroqdan ko'raylik. Oh my buning yuzini. Hozir o'zim effekt olib uni o'ldirib. Aynan shunday emas. Effekt. Ana. Ko'rgan. HP'larni bo'ldi.
Buni ovozini eshittinglar avval. Sen ularni o'ylaysan. Bu arzlarning nomini uni o'zimga boqib olaman. Yo'q. Oq furiya. Yo'q, qora furiyani o'zimga boqib olaman. Mat furiya. Ular nima yeydi? Ular hozir baliq yeydi. Aynan qaysi turdagi baliq? Aynan shu turdagi baliqlar. Va bu yerga kirasiz, bitmagan. Mana buni bosasiz. Mana bu va bitki egara olasiz. Men olmosdan olaman. Mana. Va Night Fury'ni qo'yaman. Voy. Dragon ismini Sadoqatli Furiya. Sadoqatli Furiya. Va sut ichib tashay. Bo'lmasam Sadoqatli Furiyani o'ldirib qo'yaman. Sadoqat. Endi mana shunday turib ichaman. Bu videoni 25 minutga cho'zdiraman. O'zi yurmas ekan, biz unga ega bo'lishimiz kerak ekan. Olmos aslaha. Nima? Qanday aslaha qo'yadi unga? Xo'sh, endi biz bunda uchamiz. Osmonlarni kezamiz. Uchamiz. Osmonlarni kezamiz. Agar siz ham xuddi shunday shu joyda rasm qo'yib qo'ying. To'g'ri tur. Bunisi yaxshi chiqmoqchi deb boshqa olamiz rasm. Yaxshi, to'g'ri ketgan vaqtini olamiz. Bu rasmni nima uchun oldim aytaymi? Bu rasm olingandan keyin siz men bu rasmni uning yuziga qo'yaman. Xo'sh. Mana shunday turgan vaqtida endi yerga qo'yamiz. Chiroyligina rasm. Rasmga o'tdim va video tugadi. Oxirgi marta. Hozir unga men nima topishim kerak? Unga himoya qatlam mana bu bo'lmas ekan. Hozir tushamiz. Bu uchun aslaha yasaymiz. Bu aslahamikan. Yo'q, mana shumi? Tungi Furiya. Sen aslahangni topdim. Bo'ldi. O'zimga yoqqan aslahamning video tugadi. E'tiboringiz uchun rahmat.